Tasavvur qil. Sen bir kuni oddiy bir suhbat ichida turibsan. Qarshingda seni yaxshi ko'radigan odam bor. Balki farzanding, balki sevgan insoning, balki do'sting, balki ota-onang. U senga faqat bitta oddiy gap aytadi. Juda oddiy. Hech qanday hujum yo'q, hech qanday haqorat yo'q, hech qanday dushmanlik yo'q. Lekin sening ichingda nimadir birdan yorilib ketadi. Yuraging tezroq ura boshlaydi. Ovozing o'zgaradi. Ko'zlaring soviydi. Sen endi uning aytgan gapini eshitmayapsan. Sen endi hozirgi lahzada emassan. Sen eski bir og'riq ichiga qaytib ketding. Lekin buni tan olmaysan, chunki tan olish og'ir. Shuning uchun sen himoyalanasan, sovuqlashasan, ayblaysan, jim bo'lib jazolaysan yoki aksincha portlab ketasan. Va eng achinarlisi shuki, qarshingdagi odam aslida seni yaralamagan edi. U faqat sening ichingda hali bitmagan joyga tegib ketdi. Mana shu yerda inson hayotidagi eng qo'rqinchli paradokslardan biri boshlanadi. Odam o'z og'rig'ini davolamasa, u og'riq yo'qolmaydi. U faqat shaklini o'zgartiradi. Avval u ichingda yig'i bo'lib yashaydi. Keyin jahlingga aylanadi. Keyin gumoningga aylanadi. Keyin nazoratingga aylanadi. Keyin sevgi ichida qo'rquv bo'lib chiqadi. Keyin sen o'zing sezmagan holda bir vaqtlar senga qilingan narsani boshqalarga qila boshlaysan. Sen men unday odam emasman deb o'ylashing mumkin. Lekin inson ko'pincha o'ziga bergan ta'rif bilan emas, bosim ostida qiladigan harakati bilan ochiladi. Odam tinch paytda mehribon bo'lishi mumkin, lekin og'riq tegib ketganda kimga aylanadi? Mana savol shu. Agar bolaligingda seni eshitishmagan bo'lsa, sen kattaligingda boshqalarning jimligini rad etilish deb tushunishing mumkin. Agar seni mensishmagan bo'lsa, sen oddiy tanqidni ham tahdid deb qabul qilishing mumkin. Agar sevgi sen uchun bir paytlar xavf bilan aralashgan bo'lsa, sen tinch munosabatni zerikarli, tartibsiz munosabatni esa chuqur deb adashtirishing mumkin. Shunda sen o'zingdan so'rashing kerak. Men hozir haqiqatdan ham shu odamga javob beryapmanmi yoki o'tmishimdagi bir sharpaga qarshi jang qilyapmanmi? Men sevgan insonimni ko'ryapmanmi yoki eski yaralarim uning yuziga niqob kiydiryaptimi? Men himoyalanyapmanmi yoki boshqasini jarohatlayapmanmi? Eng og'ir haqiqat shuki, davolanmagan yara faqat og'riq emas. U xulqqa aylanadi. U fe'lga aylanadi. U munosabat uslubiga aylanadi. U oilaviy merosga aylanadi. Bir avlodning aytilmagan og'rig'i keyingi avlodning xarakteri bo'lib qolishi mumkin. Va agar sen buni ko'rmasang, sen o'zingni shunchaki shundayman deb ataysan. Lekin aslida sen shunday tug'ilmagansan. Sen shunday bo'lib qolgansan. Endi savol bitta. Inson o'z ichidagi og'riqni tan olmasa, u og'riq qayerga ketadi? U ketmaydi. U yashash uchun boshqa odamlarni izlaydi. Bu og'riq nega odamning ichida qolib ketadi? Nega inson bir voqeani yillar oldin boshidan kechiradi, lekin uning ta'siri bugungi ovozida, bugungi tanlovida, bugungi sevgisida, bugungi qo'rquvida yashashda davom etadi? Chunki inson xotirasi faqat miyadagi rasm emas. U tanada ham saqlanadi. Bir paytlar sen o'zingni himoyasiz his qilgan bo'lsang, tanang buni unutmaydi. Bir paytlar senga gapirish xavfli bo'lgan bo'lsa, keyin katta bo'lganingda ham rost gap aytishdan oldin iching qisilib ketishi mumkin. Bir paytlar sevgi sovuqlik, jazolash, jimlik yoki tahdid bilan aralashgan bo'lsa, keyin sen tinch sevgiga ishona olmay qolishing mumkin. Go'yo ichingda bir eski qo'riqchi yashaydi. U seni himoya qilmoqchi bo'ladi, lekin u hozirgi hayotingni emas, eski urushingni biladi. Karl Jung inson ichida rad etilgan qismlar yashashini aytgan. Inson o'zining yoqimsiz hislarini, g'azabini, qo'rquvini, hasadini, ojizligini tan olmasa, ular yo'qolmaydi.
ular ichkarida boshqa til topadi. Ba'zan bu til sovuqlik bo'ladi, ba'zan kinoya, ba'zan nazorat, ba'zan men hech kimga muhtoj emasman degan mag'rur niqob. Lekin niqob ostida ko'pincha juda eski bir yara turadi. Meni tashlab ketishadi. Meni qadrlashmaydi. Men yetarli emasman. Agar yaqinlashsam, yana og'riydi. Nitshe esa inson o'z og'rig'iga ma'no bermasa, u og'riq uni ichidan yemirishini ko'rsatgandek bo'ladi. Inson azobni ko'tarishi mumkin, lekin ma'nosiz azob uni zaharlaydi. Shuning uchun ba'zi odamlar o'z azobidan kuch yaratish o'rniga undan qasos yaratadi. Ular hayotni tushunishga urinmaydi. Ular faqat hayotdan alamini olishga urinadi. Ular men kuchliman deydi, lekin ichida tinmagan yara ularni boshqaradi. Schopenhauer inson istaklari va yetishmovchilik hissi haqida juda sovuq qaragan. Unga ko'ra, odam ko'pincha xotirjamlikdan emas, ichki ochlikdan harakat qiladi. Bu fikr og'ir, lekin munosabatlarda juda ko'rinadi. Ba'zi odamlar sevishni emas, o'z bo'shligini to'ldirishni xohlaydi. Ba'zi odamlar sherik izlamaydi, ular dori izlaydi. Ular boshqa insondan, ota-onasidan olmagan mehrni, bolaligida yetmagan tasdiqni, o'zidan topolmagan xavfsizlikni talab qiladi. Keyin boshqa odam bu yukni ko'tara olmasa, uni aybdor qiladi. Gabor Mate qaramlikni faqat modda yoki yomon odat bilan bog'lamaydi. U qaramlik ortida ko'pincha og'riqdan qochish borligini tushuntiradi. Odam faqat ichkilikka, telefonga, ishga, ovqatga yoki munosabatga qaram bo'lmaydi. Odam ba'zan drama hissiga ham qaram bo'ladi. Chunki drama unga tanish. Jimlik qo'rqitadi, tinchlik begona tuyuladi. Sog'lom munosabat zerikarli ko'rinadi, chunki uning asab tizimi urushga o'rganib qolgan. Jamiyat esa bu yaralarni davolashga emas, ko'pincha ularni bezashga o'rgatadi. Kuchli bo'l, unut, kechir, o'tib ketadi. Erkak yig'lamaydi, ayol chidashi kerak. Ota-onang baribir ota-onang degan gaplar ba'zan hikmat emas, og'riq ustiga yopilgan qalin mato bo'lib qoladi. Tashqaridan hammasi tartibli ko'rinadi. Ichkarida esa yara yiringlaydi. Shuning uchun odam bir kuni tushunmay qoladi. Nega men sevgan odamimga shunchalik qattiq gapirdim? Nega men bolamga o'zim yomon ko'rgan ohangda gapiryapman? Nega men doim bir xil munosabatlarga tushib qolaman? Nega men tinchlik kirganda ham undan zavqlanmayman, aksincha xavotirlanaman? Chunki davolanmagan yara sening ichingda shunchaki xotira bo'lib qolmaydi. U dunyoni ko'rish oynangga aylanadi. Sen odamlarni boricha emas, yarang orqali ko'ra boshlaysan. Va ana shunda haqiqiy xavf boshlanadi. Sen endi faqat azob chekayotgan odam emassan. Sen og'riqni uzatayotgan odamga ham aylanishing mumkin. Eng xavfli jarohatlar ko'pincha baland ovoz bilan kelmaydi. Ular uy ichida, oddiy gaplarda, yarimta nigohlarda, javobsiz qolgan savollarda, sovib ketgan quchoqlarda yashaydi. Sen bir qarasang hammasi oddiydek. Odamlar ishga boradi, ovqatlanadi, kuladi, telefon titkilaydi, kechasi uxlaydi. Lekin ularning ichida eski og'riqlar jim ishlayveradi. Xuddi devor ichidagi namlik kabi. Tashqaridan bo'yoq chiroyli, ichkarida esa chirish boshlangan. Davolanmagan yara insonning realligini sekin egadi. Masalan, kimdir senga kechroq javob bersa, sen buni bandlik deb emas, tashlab ketilish deb his qilishing mumkin. Kimdir charchaganini aytsa, sen buni oddiy holat deb emas, sendan soviganining belgisi deb o'qishing mumkin. Kimdir seni tanqid qilsa, sen uning gapidagi foydani emas, eski kamsitilish og'rig'ini eshitasan. Shu yerda ong o'ziga qulay dalillarni yig'ishni boshlaydi.
Psixologiyada bunga tasdiqlash xatosi deyiladi. Sen nimadan qo'rqsang, dunyodan aynan shuni isbotlaydigan belgilarni qidirasan. Agar ichingda meni qadrlashmaydi degan eski ishonch yashasa, sen 100 ta mehrli harakatni ko'rmay, bitta sovuq ohanga yopishib olishing mumkin. Agar ichingda odamlar oxiri ketadi degan ishonch bo'lsa, sen munosabat ichida yaqinlikni emas, ketish alomatlarini kuzatasan. Agar ichingda men yetarli emasman degan ovoz bo'lsa, sen boshqalarning muvaffaqiyatini ilhom deb emas, o'zingga qarshi hukm deb qabul qilasan. Bu faqat fikr emas. Tana ham bu o'yinda qatnashadi. Asab tizimi xavfni faqat real dushmandan emas, tanish og'riqqa o'xshagan vaziyatdan ham sezadi. Shuning uchun ba'zan sen mantiqan bu odam menga yomonlik qilmayapti deb bilasan, lekin tanang allaqachon himoyaga o'tgan bo'ladi. Nafasing qisqaradi, qorin taranglashadi, ovozing keskinlashadi, ichingda ko'rinmas qo'ng'iroq chalinadi va sen hozirgi odam bilan emas, tanang eslab qolgan eski xavf bilan gaplashayotgan bo'lasan. Jamiyat ham bu jarayonni kuchaytiradi. Ba'zi oilalarda g'azab tarbiya deb ataladi. Sovuqlik jiddiylik deyiladi. Hissiy masofa hurmat deb o'rgatiladi. Bola yig'lasa unga his qilishni emas, jim bo'lishni o'rgatishadi. Keyin o'sha bola katta bo'ladi va o'z ichki dunyosiga begona odamga aylanadi. U nima his qilayotganini bilmaydi, lekin kimnidir ayblashni biladi. U og'riyotganini tan olmaydi, lekin boshqani og'ritishni biladi. Shu tariqa ruhiy yara shaxsiy muammo bo'lib qolmaydi. U munosabat madaniyatiga aylanadi. Ota bolasiga o'z otasidan eshitgan sovuq gaplarni aytadi. Ona qiziga o'ziga yuklangan qo'rquvlarni beradi. Sevishganlar bir-birini quchoqlash o'rniga sinaydi, jazolaydi, tekshiradi, orqaga tortadi. Har kim ichida men faqat o'zimni himoya qilyapman deb o'ylaydi, lekin tashqaridan qaraganda hamma bir-biriga eski og'riqlarini uzatayotgan bo'ladi. Eng dahshatlisi shuki, inson bunga ko'nikib ketishi mumkin. U drama ichida yashab, buni ehtiros deb ataydi. Nazoratni g'amxo'rlik deb o'ylaydi. Gumonni sezgirlik deb ko'rsatadi. Sovuqlikni kuch deb biladi. Ichki qamoqxonasini xarakterim deb himoya qiladi. Lekin bir kuni charchoq keladi. Oddiy charchoq emas, ruhning tubidan keladigan charchoq. Sen doim o'zingni himoya qilib yashashdan, doim kimnidir aybdor qilishdan, doim bir xil og'riqni boshqa yuzlarda qayta ko'rishdan holdan to'yasan. Va o'sha lahzada ichingda qo'rqinchli, lekin ozod qiluvchi savol tug'iladi. Balki muammo faqat odamlarning menga qilganida emasdir, balki men davolanmagan joylarim orqali butun dunyoni noto'g'ri o'qiyotgandirman. Ana shu savol og'riqdan ozodlikka ochiladigan birinchi eshikdir. Ozodlik ko'pincha sen o'ylagandek boshlanmaydi. U katta qaror, baland qasam, yangi hayotga dramatik sakrash bilan kelmasligi mumkin. Ba'zan u juda sokin, lekin ichkaridan hamma narsani larzaga soladigan bir tan olish bilan boshlanadi. Men faqat yaralangan emasman. Men ba'zan shu yarani boshqalarga ham yetkazyapman. Mana shu tan olish og'riqli. Chunki u seni faqat qurbonlik rolida qoldirmaydi. U seni mas'uliyat eshigi oldiga olib keladi. Bu eshikdan o'tish oson emas. Chunki ichingdagi eski himoya tizimi darhol qarshilik qiladi. U senga shunday deydi: "Yo'q, sen aybdor emassan. Ular seni shunday qildi. Sen faqat javob qaytarding. Sen faqat o'zingni himoya qilding." Va qaysidir ma'noda bu rost bo'lishi mumkin. Lekin yarim tarost ba'zan eng xavfli yolg'onga aylanadi. Ha, seni kimdir yaralagan bo'lishi mumkin. Ha, sen ko'rgan narsalar, eshitgan gaplar, yutgan olamlar seni ichingdan o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Lekin endi sening oldingda boshqa savol turibdi. Men o'sha og'riqning davomchisiga aylanamanmi yoki uni shu yerda to'xtatamanmi? Haqiqiy isyon mana shu.
Jamiyat senga ko'pincha ikki yo'l beradi. Yoki hammasini yutib yur, yoki portlab boshqalarni aybla. Lekin uchinchi yo'l bor. U kamroq shovqinli, lekin ancha kuchli. Sen o'z ichingdagi og'riqni ko'rishni boshlaysan. Uni oqlamasdan, uni la'natlamasdan, undan qochmasdan. Sen birinchi marta o'zingga dushman kabi emas, guvoh kabi qaraysan. Bu degani sen har bir hisni darhol to'g'ri deb qabul qilasan degani emas. Aksincha, sen hislaringni tekshirishni boshlaysan. Men hozir nimadan qo'rqyapman? Bu odam haqiqatdan meni tahdid qilyaptimi yoki men eski voqeani qayta yashayapmanmi? Men javob beryapmanmi yoki jazolayapmanmi? Men chegaramni himoya qilyapmanmi yoki eski alamimga ovoz beryapmanmi? Shu savollar oddiy tuyuladi, lekin ular ichki inqilobdir. Chunki sen birinchi marta avtomatik yashashdan ongli yashashga o'tyapsan. Oldin yara seni boshqargan bo'lsa, endi sen uni kuzatishni boshlaysan. Oldin g'azab kelgan zahoti sen uning askariga aylanar eding. Endi esa bir soniya to'xtaysan. Nafas olasan. Ichingda nima uyg'onganini ko'rasan. O'sha bir soniya ozod odam tug'iladigan joy. Viktor Frankl insondan hamma narsani tortib olish mumkin, lekin uning vaziyatga qanday javob berishini tanlash erkinligini tortib olish qiyinligini ko'rsatgan. Bu fikr oddiy motivatsiya emas. Bu ichki hukmronlik haqida. Sen o'tmishingni o'zgartira olmaysan, lekin o'tmishing bugungi ovozingni, qo'lingni, qaroringni, muhabbatingni boshqarishiga rozilik bermasliging mumkin. Ozod bo'lish kechirimdan ham oldin boshlanadi, chunki ba'zan odam kechirdim deydi, lekin ichida hali ham o'sha voqeani qayta yashaydi. Ba'zan odam men hammasini unutdim deydi, lekin kichik bir gap uni yana eski holatga tashlab yuboradi. Shuning uchun haqiqiy yo'l unutish emas. Haqiqiy yo'l anglash. Nima bo'lganini, bu sening ichingda qanday ishonch yaratganini, endi bu ishonch hayotingni qayerda boshqarayotganini ko'rish. Sen o'zingga shunday deyishing mumkin. Men endi og'rig'imni dalil deb qabul qilmayman. Men uni signal deb ko'raman. Bu juda katta farq. Og'riq dalil bo'lsa, sen hammani aybdor qilasan. Og'riq signal bo'lsa, sen o'zingga qaytasan. Dalil seni urushga olib boradi, signal seni tushunishga olib boradi. Tarixdagi ko'p kuchli odamlar aynan shu yerda burilish qilgan. Ular o'z azobini boshqalarga tashlash o'rniga uni ma'noga aylantirgan. Kimdir kitob yozgan, kimdir xalqini uyg'otgan, kimdir ilm yaratgan, kimdir bolalariga men ko'rgan sovuqlikni sen ko'rmaysan deb o'z naslida bir zanjirni uzgan. Katta qahramonlik har doim maydonda qilinmaydi. Ba'zan eng katta qahramonlik farzandingga sening ichingdagi yaralangan odam emas, hushyor odam javob berishidir. Sen ham shundan boshlaysan. Boshqalarni tuzatishdan oldin o'z realligingni tozalaysan. Har safar portlashdan oldin to'xtaysan. Har safar kimnidir jazolashni xohlaganingda ichingdagi eski og'riqni nomlaysan. Har safar men shunaqaman demoqchi bo'lganingda o'zingga boshqa gap aytasan. Yo'q, men shunaqa bo'lib qolganman. Demak, boshqacha yashashni ham o'rganishim mumkin. Mana shu isyon. Sening dushmaning odamlar emas. Sening dushmaning, sening ko'zlaring orqali dunyoni boshqarayotgan davolanmagan yara. Uni ko'rgan kuning, u avvalgidek qudratli bo'lmay qoladi. Eng so'nggi haqiqat shuki, sening yarang sening aybing bo'lmasligi mumkin, lekin uni boshqalarga yuktirmaslik endi sening mas'uliyatingdir.
Bu gap og'ir eshitiladi, chunki u bahona qoldirmaydi. U seni o'tmishingni inkor qilishga majbur qilmaydi, lekin o'tmishingni taxtga o'tkazib qo'yishga ham ruxsat bermaydi. U seni menga nima qilishdi degan savoldan men endi bundan nima yarataman degan savolga olib o'tadi. Mana shu burilishda inson ichidagi haqiqiy kuch ko'rinadi. Sen bir paytlar himoyasiz bo'lgan bo'lishing mumkin. Kimdir seni eshitmagan, kimdir seni kamsitgan, kimdir seni yolg'iz qoldirgan. Kimdir mehrni jazo bilan aralashtirgan bo'lishi mumkin, lekin agar sen bu og'riqni ko'rmasang, u keyin sening tiling orqali gapiradi. U sening nigohing orqali soviydi. U sening jimliging orqali jazolaydi. U sening sevging ichiga qo'rquv qo'shadi. Va sen bir kuni o'zing yomon ko'rgan odamlarning ohangida gapirayotganingni ko'rib qolasan. Ana shu lahza qo'rqinchli, lekin aynan shu lahza muqaddas ham bo'lishi mumkin, chunki inson o'zida avlodlardan kelayotgan bir og'riqni ko'rsa, u endi faqat bitta odam emas. U zanjirning oxirgi halqasiga aylanishi mumkin. U bu mendan keyin davom etmaydi deya oladigan odamga aylanadi. Balki sening eng katta vazifang dunyoni o'zgartirish emasdir, balki birinchi vazifang ichingdagi urushni keyingi odamning tinchligiga aylantirmaslikdir. Farzanding senga qaraganda qo'rqmasin. Sevgan odaming seni sevayotganda o'zini doim himoya qilishga majbur bo'lmasin. Do'sting sening yoningda gapirganda har bir so'zini o'lchab turmasin. Sen bilan yaqin bo'lish urush maydoniga kirishdek tuyulmasin. Bu davolanishning eng tirik belgisi. Sen endi faqat men og'ridim demaysan. Sen men og'ridim, lekin seni og'ritmayman deyishni o'rganasan. Sen menga shunday qilishgan degan gap o'rtaga yashirinmaysan. Sen men bu yerda boshqa yo'l tanlayman deysan. Bu boshqa yo'l avval g'alati tuyuladi, chunki tinchlik boshida begona bo'ladi. Sog'lom sevgi avval zerikarli ko'rinishi mumkin. Chegarasiz drama bo'lmasa, iching nimanidir yo'qotgandek sezadi, lekin aslida sen hech narsani yo'qotmayapsan. Sen urushga qaram bo'lgan asab tizimingni asta-sekin uyga qaytaryapsan. Eng chuqur anglash mana shu. Sen yarang emassan. Sen yarangni ko'ra oladigan ongdirsan. Sen qo'rquving emassan. Sen qo'rquv kelganini tanib, baribir boshqacha javob bera oladigan insonsan. Sen o'tmishing emassan. Sen o'tmishdan kelayotgan ovozni eshitib, unga bugungi hayotingni topshirmaslikni tanlay oladigan odamsan. Bir kuni sen yana oddiy bir suhbat ichida turasan. Kimdir senga bir gap aytadi. Eski og'riq yana ichingda qimirlaydi. Avvalgidek portlash, sovish, qochish yoki jazolash xohishi keladi, lekin bu safar sen to'xtaysan. Nafas olasan. Ichingdagi eski yaraga qaraysan va pichirlab aytasan. Men seni ko'ryapman. Lekin endi sen men orqali boshqalarni jarohatlamaysan. Va shu lahzada sen faqat o'zingni emas, o'zingdan keyin keladigan hayotlarni ham ozod qila boshlaysan. Chunki davolangan odam dunyoni baland shiorlar bilan emas, o'zidan chiqmagan zaharni boshqalarga bermasligi bilan o'zgartiradi.